jon so'rasang jon fido, qalb so'rasang qalb fido, pul so'rasang alvido. Sevgini qadrini sevganlar bildi, uni xor qilganlar xor bo'lib o'tdi. Faqat yigitlar sevavermaydi, qizlar sevsa unutolmaydi. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik? Rayhon hidlarimni yo'llarimga sevib, kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqan, faqat yig'lamagin. Aybim nima deb, aybing onang seni chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum hadya et yor, nur tomsin lablaring sohillaridan, o'zing ayt yana bir qiz, yana qayda bor kipriklar uzun kokillaridan, iymanib yashama hayol pinjida. Yoyil yashina jonim o'rtama g'amda, g'iybatga chida, sen axir bittasan butun olamda. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Ariq bo'yidan nashani ustida tashla, hozirgi qizlarni ustidan kulib tashla. Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz ovcharkaga. Mana senga qotishmagin. Menga berma, bo'ldi. Gul berdim sizga, yonida o'tdi bilan turmush quring, bugun o'tdi. Gulingiz o'xshaydi sasvotga, o'zingiz o'xshaysiz begimot. Azim. Aman yordam ol. Atrofimda ko'nglim suygan do'stlarim bor, ko'nglimda g'am tasvirlangan, yuzda quvonch yashiringan, ko'zimda g'am afsusdaman. Endi o'zim senga aytgan so'zlarimdan yuragimdan ezib ko'z uzmading ko'zlarimdan, qaramagin ko'zlarimga, ko'zlaringga yonayin begona bo'l.
balodan qochib ketgan edi. Shahodatnoma Sabirov Ulug'bek Shavkat o'g'li. Utegelov Azamat. Ahmedova Sayora. Uskenbayev Seul. To'raqulov Mahmud. Nazarova Sitara. Usmonzoda. Berdieva Malika. Sanova Fatima Rustam. Abdumalik, Abdulbayev Abdumalik. Yakubova Jadra Jo'g'on. Zuhra bormi? Zuhra ham yo'q. Zakirbayev Ikromjon.
Zakirbayeva Nafisa xonim. Alg'izib yozasiz keyin. Sharafuddinova Ma'mura, Madina. Endi maktabdan tashqari hayotda kasblar kollejlari va akademik litseylarni to'g'ri tanlab o'z orzu niyatlaringizga yetishingizda hammangizga muvaffaqiyat tilayman. Hamisha sog' salomat bo'ling. Ota-onangizni, maktabimizni, yurtimizni yuzini yerga qaratmasdan hamisha inson nomiga loyiq bo'lib, el yurtkoriga yarovchi, elim yurtim deb yonib yashaydigan haqiqiy asl farzandlar. Qaysi mutaxassis bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'sha mutaxassisni yetuk asl, yetuk eng serqirra, kuchli ijodkor bo'lishingizni xalqimiz uchun kerakli. Hozir jabhalar juda ham ko'p. Mana shu jabhalarda kadrlar undan ham ko'p, lekin o'sha kadrlarning orasida eng keraklisi kuchli kadrlar bo'ladi. Mana shunday kuchli, salohiyatli kadr bo'lib yetishingizda hammangizga kuch-quvvat, sabr-toqat, muvaffaqiyat, baxt, omad yor bo'lsin hamisha. Hech qachon yomonlik ko'rmang. Hamisha sog' salomat bo'ling. Eng keraklisi sog'liq. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Siqilmang. Birinchi yili biror bir qiyinchiliklar bo'lsa orqaga qaytgan, u yaxshi bo'lmaydi. Hamisha qiyinchiliklardan qo'rqmasdan nima qilish kerak? Qiyinchiliklardan qo'rqmasdan olg'a yurish kerak. Mana shu olg'a yurishingizda Xudo sizlarga kuch-quvvat bersin. Sog' bo'ling.